bo'ladi. Shunaqa Wood bo'ladi. Bitta shu o'yinchisini eslamay olishdi. Men bu o'yinni o'chirib tashlab tortdim. Ko'ryapsizlar, O'zbekistondagi, lekin O'zbekiston o'yinchilari emas. Bunda o'zlari ham qo'yishlari kerak. Avtolar yo'q bunda. Ko'ryapsizlar, men o'zim o'ynayapman. Ko'rlar itarkan yo'q. Videoda ko'rsataman hozir. 11 ga o'ynaymiz endi. Ko'ramiz buni. Zvaratan fonda valla ko'ryapsizlar zo'rligini. Voy, valla ko'rdinglarmi? Ana ketdi, ishdan ketdi. Valla u Sanchezga pas berib, ana bu aytganimda sizlarga ko'ryapsizlar, buni sekinlashtirib kadrda ko'rsatyapman sizlarga. Voy, ko'rdinglar. Halingda men bunchalik chalmasam, menga qizil bergan lekin. Qani balla gol uralmikan? Ko'ramiz. Yo, sal qoldi. To'sib qoldi-da balla. Olsam gol kirardi. Voy, o'tib ketib yonidan sal pal. Balla bot eng qiyinda turibdi. Shuning uchun Richard Wood chortlab qo'ydi. Pas bermasa bo'ldi. Yo'q. Yomon odam chinni qiladi shular. Yo'q. Ularga emasda, valla ko'ryapsizlar, menga gol urish. Balla bu yondagiga pas berib urgan pop shekilli. Ko'ryapsizlarmi aldashni balla? Eng qiyinida bu. Oldin menda Mbappélar bor edi o'yinda, hozir yangi o'chirib tortganim uchun yo'q bo'lib ketgan hammasi. Ko'rlarimni balla ismini ko'ra olmay qoldim, videoda yozib qo'yaman tepaga. Shu joylari yo'qmi balla.
Adam ekan komandan boshlig'i. Ularnikida Clark ekan. Ko'ryapsizlarmi valla o'zi gol ko'rdilar. Tepaga yetib qoldi valla. Vaziyatdan foydalanolmadim. Faqat FIFA o'ynaganimga menimcha qo'lim FIFA narsalarga moslashib qoldi. Voy, alla shuni gol urardim agar. Voy. Vaqt tugatib qo'ydi. Kim tushirsa bo'ladi. Ana, tushirib bo'lmasa ekan valla qizildi o'rniga. Bilmadim nimaga. Endi men shu joy yo'qmaydi valla. O'tkazdim. Ana arasini olib ketmoqchi edim. Ko'rdlarim valla patga zo'rmi? Valla ozgina qotib qoldi o'zi. Tushunasizlarkan bittaman. Valla ko'rlarim chotlayman nima. Sekinlashtirilgan kadr bular. Pas beramiz. Endi pasdi. Valla qaranglar shuni gol uraman. Qani valla golni ko'ryapsizlarmi? Lefeber gol urdi. Albatta kanalga tashrif chiqarsin. Patkat bilan chiqamiz. Sekinlashtirilgan kadrda ko'ryapsizlarmi valla? Oldin bu o'yinda kim bilsa mayli sprint degan joyda fint qilish joylari bo'lardi. Hozir o'sha joylarni yo'q qilib qo'yibdi. Martinezim bor ekan. Albatta kimga borsa kimga realligini yozib qo'yinglar. Barsa Milanda o'yinda yeb qo'ydi. Kim ko'rdi? Ko'rganlar albatta kommentariya yozamiz. Ko'ryapsizlarmi? Balla varatami? O'yinchilar shundan zo'r bo'lsa edi. Hammasini o'rgini pas. Pas beram. Lo'qligim qo'zib qoldi. Qilib. Pas ber. Patkat zo'rini tashladi. Alina mana shu gol urdi valla. Agar buni o'ynashni bilmasalar, o'z o'rniga tegadigan joylari bor. Bunday qilsalaring long pas beradi. Bu uzoq yordamingizga tepadan pas degani. Hozir yana bitta gol bo'ladi, valla qaranglar. Shetda Modric. Voy. O'g'il qildi valla. Hozir o'g'ildan urishga harakat qilaman. Qani ko'ramiz.
Bunday qilib, hop. Qani balla uralamizmi? Ana hop. Voy, ularga o'yi chiqdi valla. Qaysi o'yinda o'ynayani? Kommentariyaga yozinglar. Martinez yaxshi patga tashab. Qani sariq kartochka beradimi? Yo'q. Yaxshi. Balla o'zini zo'rman deb o'ylayapti-yu. Urolmagan golga qaranglar, sekinlashtirilgan kadrda. Tepadan o'tib ketyapti to'p. Buralibdi. Kim buralganini sezgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Menga muhim bu, masalan bilmayman. Martinezni bilaman, Barsani zashtasi. Adams kim balla bilasizlar? Qani pas Vudga hop qilamiz. Bunday qilib pas berib o'tkazib. Ko'ryapsizlarmi balla, sekinlashtirilgan kadrda. Maslar uchun sekinlashtirib, albatta. Yana bitta Leveskuyda tiqamizmi? Leveskuyda. O'tkazdim balla, Jota Wilson Sanchez tiqadi. Hop qilasizlar. Pas bersa vaqtida manshetdan balla qaranglar. Qani ay balla urolmadi-ku. Bekor bo'ldi-da. To'pni yoniga turib olamiz. Hop qilib, yonimizda o'tib ketdi. Berdi bizga. Balla uloq qo'ydi Jota nimagadir. Hop qilib patga tashab qo'yamiz dedim. Bizkilar qamachin pas beradi, ko'ryapsizlarmi? Kim yoqqan bo'lsa bu o'yin, albatta like bosib qo'yinglar. Yoqmagan bo'lsa kommentariyaga yoqmadi deb yozinglar. Agar qaysi ovoz ko'p chiqsa, yaxshi ovoz ko'p chiqsa, men bu o'yinni yana o'ynayman. Agar unaqa bo'lmasa, o'yinni o'chirib tashlayman valla. Qilamiz Portugaliya bo'lib. Valla. Portugaliya ketdi. Ispaniya bilan tushdi. Yamaldi komandasi. Bizda Ronaldo'miz bor ekan, 88li. Portugaliya ilk jamoasi bilan valla 2008-yilgi. Bu Ispaniyaning 2008-yildagi komandasi. Biladiganlar bo'lsa yozib qo'yinglar. Bitta xato odamlar bo'lsa, men to'g'rilashga harakat qilaman. O'yinni boshlaymiz. Qo'shiqqa baho berasizlar. Bu men qo'ygan bu qo'shiqda o'zi beradi. Reklama chiqib qoldi. Bu joyni qirib tashlaymiz.
Qani valla Portugaliya mana biz jamoa. Mana Ispaniya jamoasi. Ketdi o'yin. Voy valla ko'rdlaringmi? Ispaniyada mo'l atadigan futbolchi bo'lganmi? Kommentariyada yozinglar. Men bilmas ekanman. Grimaldoni taniyman. To'pga chiqyapti. Ko'rdlaringmi valla mana? To'pga chiqyapti. Agar ha bo'lsa, albatta kommentariyga yozinglar. Ha deb. Kim Minecraft yaxshi ko'radi? Kommentariy yozinglar. Kim Minecraft video chiqaraman albatta. Shuna qilib patga tashlashsa finalda ishlaydilar. Yomon tashladimi? Silva. Qani Melino shetdan golmi? Qani sekinlashtirilgan kadr. Unga emas, bankiga tiqish. Telefonda o'ynayapman valla. Valla urib qo'ydi. Jota Ronaldo o'yinga qo'yamiz. Cristiano Ronaldo. O'rniga Fernandes chiqadi ekan. Ko'ryapsizlarmi valla? Urushiga 1-1. Golim qaranglar golim. Hop. Pastga 9 chendan tiqibman. Agar shuna bo'lsa, kommentariy yozinglar. Rudiger bor ekan, yaxshi. Ronaldo pas beramiz. Bunisi Ronaldo uradi endi. Vallahi qali o'ynashim. Hop. 9 chendanmi? Qani ko'ramiz Ronaldo urganni. Va 9 chendan.